1972-yilning oxiri birga zarba berish, uchga qarshi turish harakati oxirlashib, ziyolilar ustidan to'qilgan yolg'on qora anzilarni hadab paydo qilib, bekitayotgan xalqiliq bir paytda Markaziy komitet madaniyat inqilobi ishxonasidan orqa-orqadan tarqatilgan hujjat bu terrorlik harakatiga xotima berdi. Hujjatda xatolik bor, lekin tortib olishga bo'ldiganlarini iloji bor qutqizib olish. Yolg'on ham xato qilingan anzlarni darhol ko'ydirib, uvol qilinguchilarni asliga keltirish, shundaqla kechirim so'rash qatorliq moddalar bor edi. Shunga joylarga xizmat gruppasi ham tashviqot atirda bo'lib tushganlarning katta boshlari chekdan oshirib etish xatolik uchun o'zini tekshirdi. Eg'irlari jazolandi. Shu qatorda Toshmamatmu harbiy ichida o'zini bir necha qitim tekshirdi. Biroq u rahbarlik qilgan to'liq o'tir maktab o'quvchi, ishchi xizmatchilarining orqa-orqadan yo'llagan arznoma, pash qilish materiallari ko'p bo'lib, hatto o'lgan, miyib bo'lgan, eg'ir talofat tortganlarning ant qisosini elish uchun o'lim jazosi talab qilgan edi. Shunga harbiy idora qilish bosh organi uning xatoligi eg'ir bo'lsin, kamchilik qilib harbiy safdan chekindirib o'z yurtiga qaytirdi. Shon shuhrat, nom amal quyda o'zining eng esil narsalarini yo'qotgan Toshmamat yurtiga kelib biror yil bo'lmayla elishib so'zlab qoldi. U ko'chada uchirganligi ayolni ko'rsa, nur aminam deb esilib oladi. Qiz cho'konlar qechib ketgandan keyinmi ko'chaning o'rtasida tizilib, maydisiga esib olgan jaldiru-juldiru to'mir tarsaklarni ko'rsatib varqiraydi. Nuraminam, orden medallarimni sizga beray. Men bilan uyga keting. Toshmamat kichik bolalarni ko'rsa, darhol ko'tirib olib, "Balam, general dadang tanidingmi? Qara, bu shon shuhrat ordenlarga" deb qaqoqlab kulib ketadi. Anzara so'zini tugutib, degenicha jimib qoldi. Anzar, endi qanday qilamiz? so'radi Gulbonim. Biror chora amal yo'qmidi? Texi, opingiz nima deydi? Qashqoliq deb qandoq jidanlan tervita? dedi Anzar ruhsiz holatda. Mening umidim birla Ne'matkamda qoldi. Anzar Ne'matning kim ekanligini, onasining uningga qanday qaraydiganligini qisqacha so'zlab berdi. Undaqda onangiz Ne'matkamning o'zini yerda qo'ymag'idakda, dedi Gulbonim bir oz jonlanib. Mendan xotirjam bo'ling. Men bir amal qilib opamni ma'qul keltiraman. Bir kun kechgacha yer zaminni, bog'u bo'stonlarni qizdirgan quyosh arduq yetkidak kujum bog'lar orqasiga yo'shiringan edi. Uning akatsiya ushlardagi oxirgi sarg'ush sho'llarimi asta-asta ko'tarilib yo'qolish oldida turadi. Talaysiz ishga oshiq ma'shuq o'rinlarida turib tunji qitim quchoqlashdi. Ham birdam sho'rlashgandan keyin ayrildi. Gulbonim uyiga qaytdi. Uning kayfi zavol vaqtining gugumliq bilan billa teximi tutilib ketdi. Apsi uningga hozirgacha batnab qapoq ochmay yuratdi. Yaqindan beri biror ishni sezdimi, gumon qildimi yoki biror seg'izxon xabar yetkazdimi, ish qilib og'ziga besitmay ko'tildaydi. Gulbonim ko'nglida bugun soat ochiq yo'riq gaplashiman deb o'yladi. U uyga kirganda Gulsumxon supur taxtida uygur kesib o'tadi. Gulbonim darholla qo'lini yuvib, opasining qo'lidan pichoqni olmoqchi bo'lib edi, u silkishlab zodili unimadi. Shunga u nima qilarini bilmay supida shumshib o'tirdi. Tamoqning tayyor bo'lishi mashchilik do'konidagi Akbar kirib keldi. Ular xuddi xoniqadagi arvoh eshig tutish qilgandek jimjit o'tirib tamoq yeyishdi. Lekin gacha so'zlashga amroq degandek
Aq ko'ngil, sodda Akbar kekashlab so'zligini turdi. Oppa, men to'rt das. U to'rt barmoqini ko'rsatdi. İşki çelek, çelekni tüyledim. Ustam beni maqtadı. Akbarning so'zi oxirlashmayla o'ylida Asqarning asabiy varqirig'ini anglandi. Qani aloq paskuna, men seni bo'g'izib etmaydigan bo'lsa. Uyga tap-taqir qirdirgan beshiga beg'irrang Manchester do'ppi kiygan, kiyimlari mayyoqi Asqar g'oljir itdak aytilib kirdida Gulbanimning qochdiq birini soldi. Nima bo'lganini bilmayli qolgan Gulsumxon mangdab qolgan edi. Akbar Adamni nima ursa deb bo'lg'icha Asqar uning yoqasidan birli tortib pagoqqa yiqitibdi. Eyta janob, qaysi poyishvazning velosipediga minib, Vanqodirning begi bordingmi? Asqar jigalxo'r ko'zlarini tikanda qadidi. Shuncha og'inlarning o'tirisida ola do'ppilik bir adash adamni velosipedining orqasiga o'ltirg'izib, Vanqodirning begi akirib ketdi degan gapni anglab, yuzimga po'q so'g'andek bo'lib ketdi. Ömrida opsidanmi bir qacha tayoq yemagan Gulbanim g'azab ochchig'i paylamay, nima deytin, anzar bilan bordim demoqchi bo'ldi-yu, darholla bu o'ydan yondi. Chunki opsi bilan enis Akbarning gumonini kuchaytirib qo'yishdan ansiradi. Shuni u yolg'on aytishga majbur bo'ldi. Yolg'on! Varqiradi Gulbanim qizirib ketgan yuzini tutib. Qaysi ahli ustimda tuhmat qilibdi? Tuhmat? Buzu, ko'chida qarta o'ynayotganlarning hammasi yolg'on aytamda. Asqar mushtumini tanglab turadi. Bilma, sen yana Qashqarlik bilan buzuqchilik qilyapsan. Balam, gap bo'z chiroyli demamsan. Sen turib qasildimi? Asqar opsini silkivatdi. Ha, buni qilgansan. Voy qizimda papilab irkiltib, mana endi nelar po'qtasib yuribdi. Hey, go'shtak, kim buzuqchilik qilibdi? Kim po'qtasib yuribdi? Og'zingni beqib so'zla. Gulbanim sabr qilolmadi. Bilib qo'y, anzar senda g'ojir ishtamas. Qandoq Vanqodirning begi bordiq, gaplashdik. O'ltiradigan bo'lsang, qani qo'lsanmamsan. Gashlik qilib chekiga tekkan mushtin Gulbanimning ko'ziga qizillik tiqildi. U santurlib ketdi-da, o'rnidan turdi. Angacha Asqar uning gajgisidan qamallab, tapsig'i so'rab tushirib, qor quyuq urib ketdi. Yerda tugilib yotgan Gulbanimning biqin, qo'rsoq yuzlariga tepik ham mush tushmoqda edi. Alpozi buzuq, vahshiy Asqarga kuchi yetmagan Gulsumxon qizini qo'g'dash uchun quchoqlab olgan edi. Uning g'umi harammush tegib ketdi. Buni ko'rib, dastlabda esan kirib qolgan Akbar ushqandek etilib kelib, Asqarning orqasidan quchoqlab oldi. Biroq asabiylik tutgan Asqar jaynikini orqasi g'azab bilan birlashiltib, Akbarning burnini qanitib, kolpukini yerivatdi. Qonni ko'rgan Akbar g'alidil ovozda hurkirab yig'lab, taxta beshidagi pichoqni elib, etilib keldi. Aql hushi yetilmagan bu bolaning Asqarning orqasidan pichoq urib etishi qosh kirpik orlig'ida qolgan edi. Gulbanim o'rnidan dasturdi-da enisini quchoqlab oldi. Akbar nimalarnidir deb varqiraydi. Buljinatdi. U ochiqida sup-sur tatirib ketgan edi. Gulsumxon Asqarni ittirib o'yliq chiqib ketdi. Asqar bir qapas qonliq vaqa tug'dirib, qayoqqadir yo'qoldi. Akbar yuzini yo'ygandan keyin burniga kollak paxtini tiqib, do'konga yetish uchun chiqib ketdi. Chunki o'g'ri yolg'ondan saqlanish uchun ustamning o'g'li bilan navbatlashib do'konda qo'natdi. O'yla bir qapas go'riston timtasligiga cho'mdi. Gulsumxon qizining qon bilan bo'yalgan yuzini ko'rib, andikib qoldi. "Men senga issiq suv tayyorlab beray. Yuz ko'z bo'yinlaringni yuvib ol." Dilqut xazinasi, dedi Gulsumxon choydandan cho'lginga qaynoq suv quyib etib. "Jovoyni makkat ko'r. Yirtqich hayvonni bo'ldi-ku."
Voy, Ekberni tutib olmagan bo'lsam, balaning yo'g'ini chiqatdi. Gulbanim apsining so'zini anglamagandek o'rnidan qimirlabmi qo'ymay, darizdan sirtqa qarab o'ltiratdi. Әмділі сымылдап еғыватқан ямғыр лапассыз өйнің дәрейзі көзінәклеріні чекіп өтәтті. Чеке жауғайлардан yol сақыған қан енәклерді қейтішіп қалған Гүлбанымның лүп-мүлік сүзік яшларға толған чоң көздерден тамчы қатырлар домылып үшмәкті еді. Bu qandaq qismat. Elibning sunuqini bilmaydigan bir qari qo'rsoq iblis tarafidan Gulbanimning sap muhabbati nobud bo'larmi? Apsug'u o'tmishini unutolmay adovat saqlasin. Endi muni chilbora nimaga shuncha yovuzlik qiladi? Ansarni haqoratlab, Gulbanimning yuragiga nashtar uradi. Qani, erkin oila qurish, o'zaro muhabbatlashish, bir-birini tushunish degan gaplar qog'ozdagi iboralarmi? O'z irodangda ching tursang, oq sutimga rozi emas. O'liman, o'chiman deb qo'rqoq selivassa, biz zot qandoq haq? Gulbanim qizim, yuzingni yuvib ol. Gulsumxon gapini takrorladi. Men jinimdan joq to'ydim. Shu turqida ili daryosining shovqinlari qulqumga anglanib turyotidi. Meni chaqiryotidi. Cho'nqur qaynamlar meni saqlayotidi. Gulbanim o'nkirak aytib yig'layotdi. Qizining so'zlaridan Gulsumxonning teni shurgunib ketdi. Har nima degan bilan o'z jigarida. 3 qizidan hozir mush qizila uning ko'nglini ovutib turibdi. Cho'ng qizi Gulsapar 9 tarog'i yotliq bo'lib ketgandan beri biror qitimmo didorini ko'rolmadi. Uning kichik Muborak bo'lsa, oqsuliq bir tijoratchi bola bilan qechib ketgancha yo'qoldi. Hozirgacha uning o'lik tirikidan xabar yo'q. Endi onaning birdan-bir tevindigan qizidan ayrilib qolishi do'zax azobida. Hattiginay Baygoldagi tuqqanlar o'g'li Hodilga so'ritib, elchi kirgizganda to'yni qilaversin bo'pti ekan. O chaqda qiziga ko'zi qiymagan Gulsumxon: "Qizimiz mashin chiqanda kesimchilikni o'rganyotdi. O'nri chala bo'lib qolmasin. To'y bo'lgandan keyinla sahrochilikda uy ishi tugamaydi. Biror yil sabr qilib bersanglar" deb elchilarni o'zir bilan qaytirgan edi. Yelimi bo'lsa, atidan boshlab bu to'y ishining yo'lini menish kerak. Gulbanim, o'rin sep qo'ydim. Yatqach paranglashayli, dedi Gulsumxon o'rnidan turib. Mening mo sanga deydigan gaplarim bor, anglab boqqan. Gulbanim o'yliq chiqib yuzini yuyib kirgandan keyin o'rin ustida tizlarini quchoqlab, cho'qchib o'ltirdi. Gulsumxon bo'lsa, ikki yostiqqa yo'linib, past ovozda gap boshladi. Ichkirida savdo bilan shug'ullanayotgan cho'ng o'g'il Anaytulla o'lishgan opsini yo'qlab keldi. Gulsumxon uning kelganiga ish gapda bo'lganligini anglab hayron bo'ldi. Chunki 10 kunning oldida bo'lsa kerak, Gulbanim akamning uyini yo'qlab kelaman deb ketgan edi. Buni anglagan Anaytulla, Gulbanim biznikiga kelmadi. Men yo'q chaqda kelgan bo'lsa, Nurbiyaming demamdi dedi. Bu javobdan qo'rsqiga jin kirgan Gulsumxon Zaynabning uyiga bordi. Umu, "Yaqay, men Gulbanimni ko'rmagili xil uzoq zamonlar bo'ldi" deb javob berdi. Gulsumxon ochiqida yiqilib tushgili tasli qoldi. Qizining akamning uyini yo'qlayman, Zaynabning ko'ngligini pichib beribla qaytib kelaman degandek yolg'onlarni aytib, o'zini oldiganligini bildi. "To'g'ri, appa. Shu chaqlarda seni aldab Anzar bilan ko'rishdim." Gulbanim hamma baloyi pattilarni beshiga elib qo'ydi. "Sening mening orqamga tushib buncha ola zig'irlab ketishingning sababini bilaman. Sen meni Qashqarlikka bermaslikning qizini esyapsan. Biroq men Anzar bilan qat'iy to'y qilaman."
Gulsumxon uxlab qolgandek uzungacha gap qilmay jimib qoldi. Bir chaqdala u xuddi o'ziga o'zi so'zlayotgandek to'g'risqa qarg'inicha g'udumishidi. Ras. Sizlar ishkinglar sudga arz qilsanglarmi? Aholi komitetiga barsanglarmi? Cho'qim sizlarni qo'llaydi. Meni ayiblaydi. Lekin shuni unutmag'inki, seni chaqirayotgan, kuchtirayotgan ili daryosini men bilaman. Albatta, Gulsumxonning beshiga kelgan kulbat, xo'rliqlarni boshqalar his qilolmasligi mumkin. Ma'ruf Temirchi uni 36 yoshida 7 bola bilan qo'yibdi. Gulsumxonni uydan qo'g'lab chiqarganda, uchisidagi bir chit ko'nglak, tambal, selib yotqidek selincha va 3 yoshlik bo'lgan Akbarli bor edi. U go'r zindondan qutulib chiqqanga qadar qanchalik tiltayoq ham xo'rliqlar qaror topdi. Bu 5-6 yoshlik Gulbanimg'imi sir emas. Hatto qattiq urushdan 2 qo'virg'i sunib, jon azobida yotgan Gulsumxon yon uydagi Qashqarlik cho'konning noz karashma, shirin to'g'lashlarini, ingrash, chirqirash sozlarini anglash bilan yotdi. Atdiganda bo'yni suvga solgan yundini Gulbanim to'kdi. Bunda xo'rliqlar bu notavon mazlumning beshiga kelgan qora qismatlarining mingdan biri desak hargiz oshirib etganlik bo'lmaydi. To'g'ri, u tartdi. Tartqandimi xo'rliq nadomatlarini haqdodiga yetkazib tartdi. Darvaqa Ma'ruf Temirchi Gulsumxonni yo'lga solgandan keyin oshni o'ynash orqali 6 xotin oldi. Ular garchi Qashqarlik, Kuchaliq, Oqsuluq, Xo'tallik bo'lsin, Gulsumxon ularning hammasini 6 shalik Qashqarliklar deb biladi. Qisqasi, bu notavon ayolning taqdiri peshonasiga besilgan qora tamg'a uning yuragini bir parcha muzga aylantirgan edi. Gulsumxon Isa deb yig'ladi. Uning yig'isi kishining ichini siyriltirib etdi. Biroq osh ishlar uchunla Ahmadning ochiqini Samatdan olgandek Gulbanimning taqdirini o'zi xohlagancha hal qilsa, xo'rliq adovatining qurboni qilib qon yig'lasa bu odillikmi? Har qanday joyda yaxshi yomonning bo'ladiganligini tushunmamdigandi. Yo'q, tushunadi. Ammo qon qiymiga sinib ketgan yurtvozlik, tabrixchilik, mazhablar biz xalqning bir butun yo'qimlik kesiliga aylangan. Gulbanim atis o'rnidan turganda bir ko'zi qop-qora qon uyib tuxumdek po'ldib chiqqan bo'lib, cheki yuzdirdimi ko'p ishiqlar turadi. U bu qo'rqinchli siyoqi bilan talot-tuzlarga chiqish mumkin emas edi. O'qimaganlar buzuq xotun o'xshaydi, erdan o'lgidek tayoq yebdi deyish turganli gap. Shunga yuzidagi jarohat ham ko'k izlari yo'qolmay 2 haftagacha uydan talog'i chiqolmay o'ltirgan Gulbanim intayin taqazzo bo'ldi. Xapchilikda anzar nim bo'lib ketgandi deb o'ylasalar, o'zini qo'yar joy topolmaydi. U yuziga mask taqib chiqib boqmoqchimi bo'ldi. Lekin chekisidagi ko'p ham qon tarqamay qop-qora po'ltib turgan ko'zini yoshira olmadi. Bu kunlarda sahar ishdan qaytgan opasi kunduzgi uyqudan kechikib nalargadir yo'qolib ketadi. Ham kashgugum bilan tan qaytib keladi. U ko'tuldimigan, varqirab jarqirmag'ini bilan harakatlari sirliq edi. Bugun shanba edi. Atdiganda o'rnidan turgan Gulbanim opasining ishdan kelibla o'choq beshida sabzi qirayotganligini ko'rib hayron bo'ldi. Bilqut xazinasi. Apa, atdigandala polo tayyorligini qilib qo'yay dedingmi? Men o'zim qilatdim emasmi? Sahrodan bir necha tuqqanlar borimiz deb gap aytib beribdi. Baldo'roq tayyorligini qilib qo'yay. Yordamlashaymi? Yo'q, o'zim yetisha olayman. Gulsumxon qizining yuziga qarab qo'ydi.
Romalingni artib, mahalla davolash punktiga berib kelsang bo'larmiki? Yuzingdagi qora qora dog'lar yo'qolmay turadi. Bundaq ketaversa qiz bola uchun ayib. Gulbanim o'ylanib qoldi. Rost. Bu chaqcha mahalla davolash punktiga berish nimish xiyoliga kelmagan bo'lg'aydi. Ularning davolash saviyasi ancha yuqori bo'lmasa-mu, ang bo'lsa ko'zni tenib qo'yishqimi asqatar. U shu xiyol bilan Ro'milni chekilib tangdi. Nepis Ro'milida yuzini o'rab chiqdi. U amdil mengishiga Gulsumxon uni chaqirdi. Gulbanim, davolash punktidan udul Fazilat buvining uyiga borgin. U erining ko'ni yog'an kiyimlarini so'kib qo'yibdi ekan. İki o'g'limga ishdan pishib bersa deydi. Gulbanim davolash punktidan suvaydigan dori elib, ham ko'zini tangdirib Fazilat buvining uyiga bordi. Uning eri suvaqchi bo'lib, qurilishda ishlagili ketgan edi. Ikki bolasi bo'lsa, maktabda o'qiyotdi. Fazilat buvi rastilla erining ishdan so'kib, yuyib, dazmol silib qo'ygan ekan. U Gulbanimning yuzlarini ko'rib, Asqarni tilladi. Ham Gulsumxondan anglab bekmi ochiq kelganligini so'zlab berdi. Fazilat buvi usti ko'rmagan mashinchi bo'lsin, xili ishlarni qo'l mashinasi bilan tikalaydi. Ammo pichiq kelganda qiynaladi. Yengiraqlarni pichib tikish qaraganda ko'n kiyimlarni o'zgartib tikish tez, dedi Gulbanim ko'n raqlarni kigiz ustiga yeyib. Qani, bir amalni qilib boqay. Bolalaringizning kiyayotgan ishtonlarini akalang. Uzun qisqaligini o'lchib olay. Tova, bir yil kiyamayla ushqiga chiqib qopti desa. Fazilat buvi sanduqdan bolalarining ishtonini akaldi. Ahlim hayron. Qadirkamning bo'yi o'sgan o'xshaydi. Tovdan hamdi bo'lganda. Fazilat buvining to'g'ashdek yumloq oq yuzi purishdi. Tuli yuyib, kirishib qolgan gap. Gulbanim ikki ishtonni o'lchab, kesib, kamligan yerlarga parcha raqlarini saplab bo'lg'icha tush bo'ldi. Ular bir taxsi yangi qo'rimisi bilan atgan choy ichishdi. Raskabni qilganda Fazilat buvi Gulbanimning turmush ustozi, sirdishi desa hargiz ortiq ketmaydi. U yigitlar, qizlar haqida, ularning o'ttirsidagi turmush masalalari, to'y ham to'ydan keyingi qizlarning qilishga tegishli ishlari, qanday qilganda erni o'ziga moyil qilib, ko'chaga qaramas bo'ladiganlik qatorliq nurg'un narsalarni biladi ham so'zlaydi. Tunchi qatim Anzar to'g'riliq so'zlab berganim shu edi. U Anzarning Salohiddin Mahsumning to'y ishini aytib bergan chog'dagi ishlarni shunda qisqarliq qilib aytib berib, Gulbanimni kuldirib, teliqtirib qo'ygan edi. Xulos kalam nim bo'ldi. Gulbanim xuddi tosh tushgandek qalb ko'lning tavrab qolganligini o'zim sezmay qoldi. Raskabni qilganda uning yuragida Anzarga nisbatan sirliq bir qiziqish paydo bo'ldi. Shu chaqda Fazilat buvi yaqinligini kulib qo'yib, Gulbanim bundaq axloqliq, qo'li ishliq bolani kunduzi panusi yaqibni topolmaysiz jumo? Qandaq bir chekib ko'rmamsiz? dedi. Qo'yinglar hada, nadiga gaplarni topadi ekansiz? Gulbanim qizirib ketgan bo'lsa-mu, ko'zlari kulib turadi. Otam ko'rmagan, onam ko'rmagan bolalarni turmush degan shu. Fazilat buvi olqonlariga urdi. To'nimagan, bilmaganlar bilan ko'z beqish, so'z tashlash, pisingida kulib yurgin o'yintish orqali tunishadigan gap. Menmicho Qodir akangiz bilan bir to'yda tunishgan. Qarasam tikilib turdi, ko'zlarimni elib qechib baqsam, beshingni yedigan saran ko'nglim qarava, hechnim bo'lmaydi. Qarasam ko'zga payda, so'zisang yurakka deb men daydayga soladi. Biroq qarasamla butun badanim jimirlab, yuraklarim tepshaklab ketadi. Qanday qiziqmikan? Mani ko'rib turibsiz. Gulbanim bilan Fazilat buvi ana shundoq yurakdagi sirlarini, kishiga degili bo'lmaydigan shirin, lazir kashmishlarni deyishalaydigan sirdosh, mungdoshlardan edi. Biroq
Bugun nima uchundir Fazilat buvi pat-patla ko'zlarini elib qechib, gaplaridan ezib, qo'lida qaychi tursa, qaychi izlab, pavazni pushqoq ko'klab, ish kushidan, gap so'zlardan ezibli turadi. Fazilat buvada, bugun sizga nima bo'ldi? Gulbanim gumon bilan qaradi. Bir ishni mendan yo'shirgandek qilasiz. Bek yomon jumonsiz. Fazilat buvi dargumanda bo'lib, xeylig'icha gap qila olmadi. Mundaq ish qarang. Aslida opingiz sizni yarim kun bir yerga chiqarmasligimni menga topshirgan. Nimishqa endi? Hayronlikdan Gulbanimning ko'zlari cho'ng echildi. Agar bu ishni deb qo'ysam, Gulsumxonadam menga umr bo'yi adovat qiladi. Qasam qilib beray, hargiz sirni oshkorlamayman. Amsa qarang. Bugun atdigan uyinglarga Bayko'ldan elchi kelmoqchi. Elchi? Gulbanim gangirabla qoldi. Shuni atdigan bular pulug'i tutish qildi-kanda, men davolanishga, sizning uyingizga soya qilgan bir qiltoq ekanda. Sizning Anzar bilan bo'lgan ishingizni obdan bilaman. U balamo siz talatuzlarga chiqolmagan 10 kun ishida necha qitim bizning uyga kelib, sizni chaqirtib berishimni o'tingan edi. Fazilat buvi xo'rsinib qo'ydi. Men Gulsumxonadam ishqi bormidi? Uning ustiga Asqar hadisni poylab uydan yeri ketmaydi deb unutdim. Asqarning gapini nimishga chiqirib yurasiz? Gulbanim o'ngdi. Undaqda o'tganda chiqqan chidalmi debsiz-da? Sizning yuzingizga jarohatlarni ko'rmisin deb shundoq qildim, dedi Fazilat buvi. Texi Asqar Anzarni izlab, Xanzu bozoridagi inisi ishlaydigan oshxonaga besib kirib Anzarni uribdi. Ondan oshxonadagi bolalar Asqarni kelishtirib sapdi. Ammo Anzar uni qutqizib olib, yo'liga sep qo'yibdi. Tova, Mahu hojir itning qilib yurgan askiligini. Gulbanim yig'lavatdi. Jinim Fazilat buvada. Qanday qilaman? Bir yo'l bor. Fazilat buvi o'yga patdi. Bilmadim, jur'atingiz bormi yo'q? Aytinglar, qanday yo'q? Qechish. Bir mezgildan keyin qaytib kelish. O chaqda opingiz amalsiz to'y qilishinglarga qo'shiladi. Bo'lmasa, Gulsumxonadam o'zim rozi bo'lmaydi. Chunki u Qashqarlikka o'ch. Qechish. Gulbanimning beshi chiroyli ko'ksiga egildi. Bu hech qanday nijot yo'li qolmaganda qadam bosadigan yo'l. G'uljada to'y hashamatining ko'pligi, seliqning eg'irligi, oqchiyi, to'ychiyi, chiloq, harduqchiyi, g'ujur ko'psi, kichik choy, salom deganda qoida usullarining to'liq tufaylidan nurg'un qo'li qisqa ota-onalar qiz o'g'illarining umrlik ishini qilishga noqobil bo'lib atadi. Ota-onaga yuk bo'lib atgan qiz yigitlarmi tanglik, hijolatchilik, nomus iskanjisida amalsiz ana shu qechish yo'liga mangdi. G'uljada bu normal ish bo'lib qoldi. Bularni Gulbanim tushunmamdi. Tushundim. Shundaqdimi u qashqan qizlarning ko'nglida ota-onasining, qarindoshlarining yuzini so'rin qilib, buni rasvochilik deb ayblaydi. Mana endilikda bu yo'lning o'z taqdiriga bog'lanib qolganligini ko'ring. Gulbanim qarsiga ayiblagan osh qizlarning noli pig'oni uni tutdimiga? Hech nima deb bo'lmaydi. Chunki o'zga sanasan ko'zga degan gap bor emasmi? Her holda hayron qolarlik har qanday sajjiliklarga duch kelgandimi hay-haylamaylik. Og'zimizni itib, pitni basat qilmaylik. O'zimizga yenib qolmasin, Bir qut xazinasi. Gulbanim, jimib ketdingiz-ku. Fazilat buvi bosh chayqadi. Bu gaplarni demisam bo'pti-kan? Men chiqay. Gulbanim o'rnidan turdi. Agar Anzar kelib qolsa, biror ishni bahona qilib biznikiga kirasiz.
Men onun bilan ko'rishimsam bo'lmaydi. Gulbanom, men degan gaplar xotirjam bo'ling hada, ichimda sesib ketdi-ki, puruq chiqmaydi. Gulbanom yuragi bo'g'ziga kaplashib qolgandek, tili qipqig'a uyga qaytib kirganda, Gulsumxon mayliq leganlarni yig'ishtirib, dasturxonni qatlayotdi. U qiziga g'ilpalli qarab qo'yib, ko'zini qachirdi. Biroq Gulbanom patnustik qatlangan raxt, past-pashniliq meg'izrang patinka ham ikki kollak navatni ko'rib, yana bir qatim yuragi selib ketdi. Bu narsalarni Gulsumxonning roziligidan keyin elchilar qo'ygan rahmat ta'zimi edi. Biroq Gulbanom o'zini xelila tutib olgandek qiladi. Gapning rostini qilganda uning yuragini qechishdan iborat oxirgi chiqish yo'li bezlab turadi. Apa, patnustiki nimalar u? Gulbanom qasdan bilmasga soldi. Mehmonlar odamchilik qilib ketdimi? Gulsumxon legan sirkaylarni yo'g'ach xelig'ich gap qilmadi. U ha deb yolg'on aytmoqchi bo'ldi. Biroq hamini oshkorlanadigan gap. Yana kelib to'y kunni bekitib bo'lgan tursa, qiz bola deganning o'zining shaxsiy tayyorligi bo'lmamdi. Zodi bugun tovoqni ichib, qozonda nim borligini ko'rsatish kerak. Gulsumxon ichida 9 oy, 9 kun qo'saq ko'tirib tug'ib, og'iz berib beqib, shu dematlik qilmoqim osonmi? Qani, shatata patata deb tani chaynab boqqanini ko'ray, deb cho't so'qdi. Yo'q, odamatchilik emas. Gulsumxonning ko'zlari besaramjon edi. Bugun kelganlar elchilar, to'y kunni bekitdik. Taylig'im yana shu Bayko'dan kelgandim. Shundoq, Odiljon, Gulbanom bilan to'y qilmasam, o'liman, o'chiman deb turibdi. Gulbanom opasining qizarmay, tatarmay, yolg'on aytayotganligini bilib, ichdan yig'i yamashdi. Asqari jidal chiqargan kuni qizining rost gapini anglagan Gulsumxon Bayko'lga berib, jim yotgan yilonni uyg'otib kelganligi uning 5 qo'ldek ayon edi. Gulbanom opasining chiroyidagi qat'iylik, jiddiylik ham johillik ifodalarini ko'rib, Fazilat buvining qichish degan so'zlarini yana bir qatam esladi. Meni o'sha g'aroqkash to'qurg'i berishga qandoq ko'nglim chidigandi? Yuragi toshdek qotgan Gulbanomning ko'zidan nit qilib yoshmi chiqmadi. Oldingi ayolning butun badanidan ko'k ketmay, bir yil bo'lmayli ajrashganligini bilasan-ku. O degan ko'ni ishlar. Elchilarning deyishicha, hozir Odiljon ishchimlik, chekimlikni tashlab 5 vaqt namoz bo'lib ketibdi-dak. Qizining g'ovg'a ko'tarmaganligidan ko'ngli tinjigan Gulsumxonning og'ziga g'ayrat kirdi. Gapimni anglag'in qizim. Er deganning qerisi, seti, nebi bo'lmaydi. Vaqti kelganda 80 yoshli qeri yigit bo'la oladi. Lekin 20 yoshli juvon qiz bo'la olmaydi. Odiljon nimani degan bilan o'z yurtligimiz, tuqqan, g'uljilik taranchi, qashqaloqlardan o'lik ortiq. Bayko'lliklar voy Odiljon remutchi desa sho'lgaylar eqib ketganini tuymay maqtishadi ekan. Qisqasi yigini oldida, yemigini kaynida, o'yli orama ozoda, otarviz taroq turuq degandek boyashatchilik kunlaring bahuzur, rohatda o'tadi. Men sana bekordan bekor javravatganim yo'q. To'yni qachonga bekitdinglar? Gulbanomning chiroyidan ozroqmi xafa bo'lganlik ifodasi ko'rinmaydi. Bugun 7-oyga 18 bo'lsa, yana 13 kun bor. Og'icha yuz ko'zlarimni saqiyib qola. Akipimni angla qizim, Odiljon. Gulsumxon yana tugmas pand nasihatlarini boshlamoqchi bo'lib beshini ko'targanda Gulbanom yo'q edi. U onli-burun ho'ylig'i chiqib ketgan bo'lib, birovlar uningga qarab kulib turgandek lampa ostiga tikilib turardi.
Bugun kecha Gulbanim tun nisbig'icha zodil uxlayolmadi. U to'y ishini anglab, opsi bilan urushmag'inigu bir hisobda yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa Gulsimxon tarsa mijaziga elib udul daryo tarafga yuguratdi. Xuddi o'giziga chiqib palos qaqsam to'pis turpanga ketdi degandek birdamdala al mahaliga olinib kusur mish gaplar tarqilib ketadi. Bo'libmi Asqar anglasa balaya ofat eg'izi echilib to'sib olg'ili bo'lmaydi. Gulbanim yenida o'ngisiga yetib bo'sh xo'rak tartib-atgan opsiga qaradi. Gulsimxon bu ishlar xuddi paypaqning yipini sug'argandek ajab o'ngishliq bo'ldi degandek baxudak uyquga ketgan edi. Tova, dunyoda ajab onalar bor-a? O'z qizini hech oyanmayla bir haraqkash tayoqchiga besh qo'llab sunayotganni. Adil piyanchuk desa, baykunliklarning hammasi hazar aylaydi. Aslida Adil Gulsimxonning hadisining o'g'li bo'lib, velosiped, radio, traktor, dehqonchilik saymonlari remont qilishda dang chiqarib qolmay, haraq ichishda dang chiqargan edi. U haraq ichmagan kunlari salom sahiyati joyida tuzukli odam. Biroq og'zi haraq tagdimi, xotinni ko'chma-ko'ch qo'g'lab urib, uydagi jabduqlarni etib sundirib, darizi ko'zlaklarini cheqib, baayni bir yav to'ng'izning o'zili bo'ladi. Hatto bir qitim maslikda katmanni elib, o'zining ustini echib etib, o'zi uyga guldirlab tushib ketgan edi. Uning bir puti kesilib, yog'och put bo'lib qolishqimi haraq ichish sabab bo'lgan. Bir qishliqi eg'ir mas bo'lib qolgan Hodil mashina tegiga kirib ketib, doktorxonada o'ng putining tizining yuqorisidan kesib tashlangan edi. Mana shuningdan tartib har 3 yilda bir qatim Urumchida almashtirib turadigan yog'och puti mangsa g'ichirlab turg'ashqa uning piyanchuk deydigan laqamiga yana bir laqam qo'shilib, Hodil g'ichir-g'ish bo'lib qolgan edi. Gulbanim ovoz chiqarmay eg'ir xursandi. Amdilikda uning xiyol qushi Anzar tarafga uchib ketgan edi. U yuzi, ko'zining jarohatlanishi tufaylidan 2 haftadan beri ko'risholmadi. Fazilat buvining aytishiga qaraganda Anzar necha qitim kelib ko'risholmay ketganligi ma'lum. U hozir qanchalik taqazzo bo'layotgandi. Ikkimizning ish to'g'riliq qanday irodaga kelgandi. Agar onasi Muattarxondan qo'rqib, bo'ldi qilayli desa, Gulbanimning tirikli o'lgani shu. Anzar atigicha kelib qolami? Kelsila Fazilat buvadam xabarini yetkazdim. U qichishqa qanday qaraydikin yoki onasini ranjitishni xohlamay Gulbanimni o'tqa tashlab qo'yami? Gulbanim amdil o'rilib yotmoqchi bo'lib edi, bir shapidan cho'chib to'risqa tikilib qoldi. Chunki o'giziga bir narsa tushgandek bo'ldi. Oradan ko'p o'tmayla yana po'ppili qilib tashlangan bir chalmaning ovozi aniq anglandi. Yuragi qo'rqush, shodlik, hayajonda tiz selib ketgan Gulbanim ko'z quyruqida opisi tarafga qaradi. Gulsimxon oldini tom tarafga qilib, tugilibla Bilqut xazinasi. Bu asnoda o'gizidagi shaba yana bir qitim takrorlandi. Gulbanim siliq harakat bilan rubashkasining ustiga chapanni kiydi. Ondan issiq yotgandan asta sug'urilib chiqdi. Anglavatqaninglar Bilqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bir soatdan beri uy ichida ko'tarilgan bo'ron to'xtaydigandek emas. Onaning varqirash, tillash, qarg'ash, yig'lashdek ovozi rosa qiyomiga yetdi. Eshik tubida ting-tinglayotgan Abdusamad har bir shapidan cho'chib turadi. Zoda To'singul bilan to'y qilsam qilasan, qilmasam qilasan. Qilmayman deb bo'yin tovli qilib boqqanimni bir ko'rayman. Qilmayman ona. Nima? Hattin emas.
Hem işin to'g'rilab bo'lganda, sen meni bir parcha sesiq po'qqa aylantirmoqchimi, ha? O'tdaysiz. Men bilan nimishqa maslahat qilmagan bo'lg'ildilar ana. Nima? Texi, men seni yelnimanma? Uqib qo'y. Sen degan bola, men degan ana, qandoq Tursungunni olamsan yo'q? Olmayman ana. Ko'zimdan yut shovchi. Uydagi taroq-turuq shabidan cho'chigan Abdusamat g'ibli qilib taloga chiqib ketdi. Eshikning zarb bilan taroqqida echilishi ham gupli qilib g'azabdagi yepilishi bilan tang Anzar eshikdan santurilib chiqqanicha peshayvon pallampida tutlashib o'yli o'ttirsig'i yiqildi. Uni onasi ittirib chiqarayotgan edi. Orqadanla mehmonxonadan Muattarxonning qahri bilan varqirgan ovozi anglandi. Hey, kechqur munofiq! Men seni qechirchi tug'magan juma? Qashqarning behirik bog'larida tuqqan, tezak turib qolgan erkak hayvon. Sen de xo'njilik shapoqdan elib, qechir bola topmoqchimi? O'g'il! Anzar kiyimidagi to'plarni qiyiqishtirib, o'rnidan turdi. U Gulbonim bilan ko'rishalmagan 10 necha kundan buyon bu onasiga yolvurib elib borgan 7-qatimliq suhbati edi. Ammo Muattarxon mahallasidagi Yasin Naskal degan bir yurtliqining qizi Tursungulni elib beraman deb tosh tishlab turadi. Tursungul o'ltirib qolgan qiz bo'lib, Anzardan 3 yosh atrofida cho'ng edi. Anzar xuddi tugman tish esib qo'ygandek eg'irlashib ketgan putlarini aron yutkab darvozadan chiqdi. Ham cho'chib qaradi. Iniz uni ko'chada saqlab turadi. Abdusamat akasining dumbisidan asta turtib bozorga aytdi. Aka, sen onam bilan har qitim suhbat elib borganda men eshik tugdi ba, dedi Abdusamat ketib etib. Sana ochiq gapni qilay. Onamni yumishtiman deyishing xuddi itga mant tashlab berganda quruq ovarchilik. Rostaysan, hargiz qo'shilmag'day. Gulbonom haqiqatan yaxshi qiz ekan. Uning bilan to'y qilsam baxtim echilatdi. Abdusamat xayri-xohlik bilan akasiga qarab qo'ydi. Onamning oldida digil bo'lmaydi. Tursungulning yomon otga chiqib qolgan qiz. Ota-onasining hech qanday to'yliq olman deb avar bo'lmanglar, qizimizning qo'ldan yetiltib qo'yimiz degan gapida chiqib turmamdi. Lekin onam chiqimsiz to'y deb esilib oldi. Men mu anglagan. Anzar qizirib yerga qaradi. Kech ishdan qaytgan chog'larimda bir necha qatim chiliq turib qoldim. Endi qanday qilay deysan? O'ylab zodil teg yetolmay turman. Lekin Tursungulni majburiy elib bermoqchi bo'ladigan qechib ketaman. O'zing qechib ketsan Gulbonim qanday qiladi? Uningdan ko'ra nima demoqchisan? Abdusamatning beshorati Anzarning esini kirgizdi. Undaqda ikkimiz yiqqan puldan biroz beray. Uning ustiga sening ajring ko'p. Abdusamat akasining g'amgin chiroyiga nazar tashladi. Birer ishga yo'qolib ketib kelsanglar, onam amalsiz qo'shilarmikin deyman. Ang bo'lmasa Tursunguldan qutulasan. Anzar bilan Abdusamat ikkisi ayrim oshxona echish uchun xeyli ko'p pul chiqqan edi. Anzar har qatim hunar haqqi olganda oylik xarajatga yetgudak pulni onasiga berib, qolganini enis Abdusamatga bankaga qo'yib deb topalaydi. Qashqarda ko'rgan kunlarini unutib qolmagan Abdusamat bir pulning ko'zidan mun o'tib, xelila qog'jalma bo'lib qolgan edi. Sen qaytib kelib bo'lguncha, men mo do'kon ayirib chiqib bo'laman. Abdusamat akasiga ko'zini qisib qo'ydi. Nig'mat jo'run, ham rasmiyatni o'zim bejirib beraman degan. Balki angacha o'mi cho'chakdan kep qola. Qandoq? Do'kon ko'rdingmi? Jura. Bilib berib ko'rib kelayli. Xanzu bozori O'ston bo'yida. Odam rasa qiziydigan joydigina. Ular ijaraga olmoqchi bo'lgan do'konni ko'rib bo'lgandan keyin Abdusamat ishlayotgan oshxonaga kelib, langman yeyishdi. Ondan ko'z bog'lanish bilan bozor rastallarini aylanib qaytib keldida, kichik hujrada ikkisi birga yetib qolishdi.
Biliqut şirketida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Nativallah nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.